Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Eldor Shomurodov FIFAdan xushxabar kutyapti. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan to'pi 2026-yildagi Jahon chempionatining eng chiroyli goli nomiga da'vogarlar qatoriga kiritildi. Bu haqida Jahon chempionati tashkilotchisi FIFA matbuot xizmati ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum qildi. Eldor Shomurodov Afrika vakili bilan guruh bosqichining 3-turnirida o'tkazilgan uchrashuvning 10-daqiqasida gol urgan edi. Tajribali hujumchi hech kim kutmagan vaziyatda, ya'ni o'tkir va qiyin burchak ostida zarba yo'llab, to'pni darvozabon ustidan oshirib, to'pni darvozaga aniq joyladi. Bu gol guruh bosqichidagi eng chiroyli ijro sifatida e'tirof etilgan edi. Endi Shomurodovning bu samarali zarbasi Jahon chempionatining eng chiroyli golini aniqlash maqsadida FIFA tomonidan tuzilgan yakuniy ro'yxatga kiritildi. Ushbu reytingda jami 12 ta gol joy oldi. Eng yaxshi gol muxlislar ovozi orqali aniqlanadi. Ovoz berish 48 soat davom etadi. Nominatsiyalar orasida Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ferran Torresning Argentinaga qarshi finalda urgan g'alaba goli ham bor. Da'vogarlar to'liq ro'yxati quyidagicha: Karim Aldabeyevich Bosunya va Gestognevni Qatarga qarshi o'yinda, Julian Alvarez Argentina Shveysariyaga qarshi, Jude Bellingham Angliya Fransiyaga qarshi, Sidney Cabral Cabo Verde Argentinaga qarshi, Erling Haaland Norvegiya Braziliyaga qarshi, Wilson Izidan Gaiti Muzokarashga qarshi, Eldian Jest Yangi Zelandiya Eronga qarshi, David Maeda Yaponiya Shveysariyaga qarshi, Kylian Mbappe Fransiya Senegalga qarshi, Lionel Messi Argentina Jazoirga qarshi, shuningdek yuqorida keltirilgan Eldor Shomurodov va Ferran Torres nomzodi ham bor. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Hamyurtimiz Eldor Shomurodovning Kongoga qarshi urgan goli birinchi o'ringa qo'yilishi mumkin. Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa Eldor Shomurodov endi Al Nasrda o'ynashi mumkin. Bu haqida sportextra.com yaqin manbalarga tayangan holatda xabar bermoqda. Xabarni o'qib eshitiraman do'stlar. Shov-shuvli transfer. Eldor Shomurodov Al Nasr radarida. Saudiya Arabistonining Al Nasr klubi O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Klub bosh murabbiyi yaqinda futbolchining Kongo terma jamoasiga qarshi o'yindagi harakatlarini alohida kuzatgani va uning o'yinidan katta taassurot olganini aytdi. Uning gaplari: Biz Shomurodovni uzoq vaqtdan beri kuzatib kelmoqdamiz. Ayniqsa Kongo darvozasiga urgan goli va o'sha uchrashuvdagi texnik harakatlari bizga juda yoqdi. U nafaqat gol uradi, balki jamoadoshlari uchun ham imkoniyat yaratadi. Bunday futbolchilar har doim kerak, dedi Al Nasr bosh murabbiyi. Ma'lumotlarga ko'ra, Saudiya klubi 30 yoshli hujumchi uchun 10 million yevro atrofida transfer taklifini tayyorlamoqda. Muzokaralar yaqin kunlarda boshlanishi mumkin va rasmiy taklif tez orada yuborilishi kutilmoqda. Al Nasr rahbariyati Shomurodovning tajribasi, tezligi va xalqaro maydondagi barqaror o'yinlarini yuqori baholamoqda. Klub uni hujum chizig'ini kuchaytirish uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rmoqda. Agar transfer amalga oshsa, Eldor Shomurodov Cristiano Ronaldo bilan bir jamoada to'p surgan ilk o'zbekistonlik futbolchilardan biriga aylanishi mumkin. Transfer bozoridagi voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz do'stlar. Albatta nima bo'lganda ham Eldor Shomurodovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Eldor Shomurodov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar va albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Eng so'nggi yangiliklar, eng so'nggi transferlar faqatgina bizning kanalda bo'ladi. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.